Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni kuzatuvchi podpischilarimiz. Mana bugun shartdan bir o'yin o'ynamoqchimiz. Havoni sovuqligiga qaramasdan nima qilamiz akalar? O'yinni boshlaymiz. Shartdan o'ynayman men, shartdan bo'lsa o'ynayman. Mana o'ynayman shartdan. Yutqizsa men aytganimni qiladi. Bu yoq yutsa men bu yoqda aytganimni qilaman. Siz qanaqa fikrdasiz aka? O'ynayman. Martga 5 ta. Bo'ldi mana, ketdi. O'yinimizni boshladik. Bo'ldi. Don ziki. Don ziki. Xullas akalar, endi qanaqa holatda kelishlaringiz va nima bo'ldi? Men bu yoq aytgan shartda shu bu yoq yutdi. Aha. Men yutqazdim. Bo'ldi, bu yoq aytsin shartini. Akbar akam g'olib. Bo'ldi. Sizning shartingiz qanaqa endi bu yoqqa? Shartim hozir Magic City'ga boramiz do'stlarim. Birga. Aha. Van Damni o'yinini o'ynab beradi Maykada. Siz o'sha shartga rozimisiz? Bo'ldi, gapi. Bo'ldi. Labz yutqazdimi? Bo'ldi, erkakchaga. Bo'ldi, ket. Assalomu alaykum do'stlar. Mana Magic City'ga keldik. Shartimizni boshlamoqchimiz. Shartga siz tayyormisiz? Tayyorman. Qaysi tomon olay? Do'stim qaysi tomondan? Sizga qaysi? Ko'prik ustiga o'ynab berasiz. Mana shu ko'prik ustiga o'ynab bersin. Qanaqasiga? Qaysi muzikaga o'ynay? Van Damni muzikasiga yo Shiralni muzikasiga. Va xullas qarang, unda Van Damni muzikasiga o'ynasa mana shu aka bo'ladimi? Bo'ldi. Van Dam muzikasiga mana shundan o'ynay. Bo'ldi. Ketdik unda. Do'stlar, mana o'yinimiz boshladik. Shart shu. Van Damni o'yiniga aka o'ynab berish kerak edi. Bo'ldi, davay. Kommentariga like, podilishni ayamanglar do'stlar. Bundan-da yangiliklar chiqaraveramiz. Podpiska bo'lishni ham unutmanglar. Qiziqarli videolar chiqadi. Mana javob va'daga va'da. Mashkina taqo'ying. Davay. Van Dam, do'stim. So good to